Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala bizge şu hürmetli bulgan, mübarek bulgan Ramazan ayını verdi. Bu Ramazan ayında gün sayın biz Allah Teala'nın rızıkları bilen rızıklandık. O rızıklarla karata şükranını kıla aldık. Gıybedetlerimiz bilen. En birinci uraza tutuğumuz. İkincisi seher iftar aşavlarımız. Üçüncüsü teravih namazları bilen Allah Teala'ya karata özümüzün münasebetimizni ko'rsatabildik. Allah'a şükür. Hem ko'rsatib boramizda. Türlü meşriklerde, türlü o'rinlarda, hatta uylarda da Müslümanlar ko'proq kishilarning og'izlarini ochtirishga, iftor qildirishga tirishadilar. Qaysigina rayonga qarasak da, qaysigina shaharga qarasak da, qaysigina oilaga qarasak da, her bir yerlarda Allah Teala'ni hurmat etib, xalqqa, boshqa ro'za tutuvchi kishilarga jilli munosabat, xayrxoh ko'rsatishiga tirishlarini ko'ramiz. Diniy nazoratda bu ishroqda shiddat qolmadi. Kun sayın deyarlik biz şuşunday iftarlarda qatnaşabız. Biz bizning rahmatlarimizni yetkiramiz. Şulay o'zimizda uyushtiramiz. Yoshlar bilan da, jurnalistlar bilan da, turli uyushmalarni yiyib, şuşunda shogirdlar bilan da o'zimiz o'tkazib boramiz. Endi 26 avgust kunida birinchi topqir respublika ko'lamida iftar o'tkazishga yig'indik. Rahim etib, şu iftarga kelüğüz so'ranglar. Bu iftarning ma'nosi nindi, ne için deganda, chunki bu yerda bizning Müslüman bo'lgan biznesmenlar, shulay davlat strukturalari, shulay diniy nazorat birgalashib, yig'ilishib, bütün xalqlarni birga yig'ib, shunda endi davlatga ishlaydigan turgan yetakchilar da, shunda muhtoj da bo'lgan, hatta endi xayr so'rash darajadagi bo'lgan kishida butunisi, avruda, salamati da birgalashib o'tirib Alloh Taolaga duo qila olirlik. Biz butunimizda borimizda bir tegiz Alloh Taolo qarshida deb ko'rsatira turgan bir shora bo'lirga tegish deb umidlanamiz. Chunki bizning ayirmamiz yo'q. Biz bir bütün Tatariston degan elimizda yashaymiz. Biz bir bütün xalq, birde bo'lgan Tatarı da, başka tür milleti de, Müslüman hem Müslüman bulmayanlar da biz bir gaile gibi yaşayız. Mine şu gailelikni ko'rsatdi. Biz birbirimizga hamon jilli muomala munosabatda bo'lirga tegish, birbirimizdan ustun bo'lirga tegish tugil. Alloh Taolo qarshida biz qiyomat maydonida bir tegiz bosib turashligimizni bilib, şu Alloh Taolo yo'lida ibodat qilirga tegish deb bilirge, şunu özümüzge, ko'ngilga singdirib qo'yishga kerakligini bildiramiz. Endi Allohning rahmati bu iftar majlisi birinchi respublika ko'lamidagi o'tatilgan shu iftar majlisi o'ylovishcha, umidlanishcha bütün kishilarni da, bütün Müslümanlarni da boyi bo'lsin, faqiri bo'lsin, avru, salamati bo'lsin, za'ifi bo'lsin, bütünüsünde bir yerga to'playtirgan, bütünüsünde bir itirib tanıtırgan, ulu bir meclis bo'lib ishonib kutib qolamiz.